Tushda namoz vaqtlarini ko'rishning ta'birlari. Namoz vaqtini kirganini ko'rish, tartib, intizom, mas'uliyat va muhim vazifalarni o'z vaqtida bajarish kerakligiga ishora bo'lishi mumkin. Namoz vaqtini kutish, sabr, toqat va yaxshi natijalarni kutayotganingizni anglatishi mumkin. Namoz vaqtida ibodat qilish, xotirjamlik, ruhiy poklanish va ezgu niyatlarga intilish ramzi sifatida talqin qilinadi. Namoz vaqtini o'tkazib yuborish yoki kechikish ayrim imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik yoki muhim ishlarga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini eslatishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.